Rossiya og'ir ahvolga tushib qoldi. Frontda uning qo'shinlari kutilgan natijani ko'rsata olmayapti. Harbiy mashinasi esa avvalgi suratda harakat qila olmay qolgan. Muallif fikricha, tez va oson g'alaba bilan yakunlanishi kerak bo'lgan urush endi Moskva uchun og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq Rossiyaning muammolari faqat front bilan cheklanmaydi. Sahna ortida yana jiddiy jarayon kechmoqda. Mamlakat tarixida kuzatilmagan mehnat bozori inqirozi va ehtimoliy retsepsiya bilan to'qnash kelmoqda. Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning deyarli barchasi salbiy tomonga o'zgardi. Tarix shuni ko'rsatadiki, bunday vaziyatga tushgan davlatlar bir kechada tiklanib ketmaydi. Aksincha, ular barqarorlikka qaytish uchun ko'pincha o'nlab yillar davomida iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Muallif fikricha, Moskva ham xuddi shunday yo'ldan o'tishi mumkin. Uning ta'kidlashicha, bu holatning asosiy sababi Rossiya prezidenti Putinning siyosati bilan bog'liq. Muallifning baholashicha, Putin tarixda mamlakatning eng buyuk rahbari sifatida qolishni istagan. Biroq u aksincha Rossiyani og'ir iqtisodiy ahvolga olib kelgan rahbar sifatida esda qolishi mumkin. Iqtisodchilar esa bu xavf haqida bir necha yildan buyon ogohlantirib kelayotgani qayd etiladi. Ularning fikricha, Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga kirgan lahzadanoq mamlakat iqtisodiyoti uchun orqaga sanash boshlangan. Faqat bir savol ochiq edi. Bu jarayon qancha vaqt davom etadi? Rossiya moliyaviy zaxiralari qachon kamayadi va urushning haqiqiy iqtisodiy oqibatlari qachon sezila boshlaydi?